Agar siz bu videoga start bergan bo'lsangiz, demak siz allaqachon Vengriyani jiddiy variant sifatida ko'ryapsiz yoki umuman boshlang'ich izlanishlarni olib boryapsiz. Va xuddi ana shu auditoriya uchun men bugun 1 yillik tajribamdan kelib chiqib, Vengriya haqida qisqacha video ishladim. Ya'niki umumiy beriladigan savollar, diplomga qabul qilinadimi yo'qmi, qanaqa sohalar mavjud, bu yerda o'qish bilan birga ishlash mumkinmi, qancha pul topish mumkin, kelajakda ishchi vizasini olish qanchalik oson yoki qiyin va qanchalar xarajat bo'lishini tushuntirib ketaman. Cho'zib o'tirmaymiz, boshladik. Umumiy savollarni yig'ib olganman. Birinchi savol: o'qishni tavsiya berasizmi o'zi? To'g'risini aytganda, bitta davlatni umuman 100% tavsiya berish bu xato. Kimlargadir, ya'ni u davlat qaysidir sohada rivojlanganmi, o'sha sohasida o'sha bolalarga tavsiya berishi mumkin. Misol uchun, bu davlatda nimalar yaxshi rivojlangan? Bu davlat mos ravishda Yevropa davlati IT va meditsina juda yaxshi rivojlangan. Meditsinada juda boy tarixga ega. Vengriya, to'g'risini aytaman, misol uchun bir necha Nobel mukofoti egalari bor. Nafaqat laureat, balki Nobel mukofoti egalari mavjud va IT dan ham ancha yaxshi rivojlanib ketishgan. Va bu bo'yicha o'rtacha qiyinchilikdagi ta'lim u yerda, ya'niki standartdan past emas yoki unaqa juda qiyin darajada ham emas. Lekin meditsina bo'yicha menimcha birmuncha qiyin, injeneringdan ham qiyinroq darajada, chunki ular doimiy ravishda o'qiyotganini ko'raman. Men shaxsan o'zim kutubxonada yurgan paytimda ular doimiy ravishda bosim ostida turadi va deyarli 2-3 kurslardan boshlab menimcha malaka oshirishga olib chiqiladi. Ko'p universitetlarning o'zini klinikalari mavjud. Klinikalarda rostdagi odamlar bilan malaka oshirishadi yoki umuman patsientlar bilan ishlashadi umuman olganda. Xullas meditsina bilan IT ga maslahat bergan bo'lardim. Juda yaxshi joylar bu sohada. Va yana nima uchun bu yerda o'qish tavsiya bergan bo'lishi mumkin? Tabiat manzarasi, Yevropa tabiati yumshoqqina, 4 ta fasli ham bor, bizga yaqin va salqin. Bizga o'xshagan juda kontinental joylar emas. Va shu bilan bir ravishda Schengen vizasi, sizda Schengen viza bor paytda siz adashmasam 28 ta davlatga bemalol kirishingiz mumkin, hech qanaqa qiyinchiliklarsiz. Bemalol turizm juda osonlashadi. Yevropani o'zida bemalol yurganingiz uchun chipta narxlari juda ham arzon bo'lib ketadi. Chipta narxi misol uchun siz Vengriyadan Italiyaga o'tishingiz uchun $40 kerak bo'ladigan bo'lsa, Vengriyadan Fransiyaga $30 shu qilib deyarli qimmat emas, to'g'risini aytganda. Butun Yevropani ko'rish sizga uncha qimmatga tushmasligi aniq. O'z cho'ntagingizdan ham bemalol butun Yevropani oson aylanib chiqishingiz mumkin, men sizga aytsam. Mana shu juda katta pluslaridan bittasi men aytgan bo'lardim. Nima uchun Vengriyada o'qishingiz mumkinligi, o'qish kerakligi. Nafaqat Vengriya, balki butun Yevropa, misol uchun. Va uchinchisi networking. Men o'sha stipendiya bungaligimda sezgan narsam nimaki, ular ataylabdan har bitta davlatdan bittalab o'quvchi tanlaydi. Ya'niki meni davlatimda qanaqa davlat? Meni sinfimda ko'plab davlatlardan bittalab tanlangan o'quvchilar juda ham ko'p. Suriya, Falastin, Iroq, Erondan ko'rmadim, uzr. Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Misr, Morokko, Nigeriya, Janubiy Afrika, Avstraliya, Yevropadan ham bir ikkita bor. Xuddi shunday qilib ular ataylabdan bitta sohada, bitta sinfga har xil dunyoning har xil chegasidan bittalab odam qo'yishadi. Shunda networking yaxshiroq va ana sinfda umumiy vibe ham juda qiziq bo'lib ketadi. Juda zo'r sinf bo'lmasa ham, lekin men aytib olaman, har xil dunyoning har xil burchagidan odam bor va har doim qiziq bo'lgan u odamlar bilan gaplashish, chunki bunisi bir narsani aytib tursa, ikkinchisi umuman boshqa narsani aytib turadi va universitetning o'zi, masalan, o'zini diplomi sizga juda katta narsani va'da bermasligi mumkin. Qanaqadir kompaniyalarda ishlaysan yoki seni ishga joylashtirib qo'yamiz deb va'da bera olmaydi, to'g'risini aytaman. Hozirgi sun'iy intellekt bosib kelayotgan vaqtda bu to'g'risi diplom masalasi ancha katta risk ostida. Lekin networking bu networking. Ya'ni
dunyoni har xil chekkasidan o'zizni tanishingizni orttirib qo'yishingiz bu sizga juda ham katta plyusga ishlashi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Lekin networking bilsangiz bilasiz, juda ham muhim narsa. Xullas, mana shu narsalar men o'qishga tavsiya berasizmi degan joyga aytgan nuqtalarim. Agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, demak siz rostdan o'ylab ko'rishingiz kerak Vengriyada o'qish haqida. Diplom O'zbekistonda qabul qilinadimi? To'g'risi, topshirayotganda ham shu narsani o'ylashingiz kerak. Siz ikki xil bosqichli tizimdan o'tyapsiz, ya'niki birinchisi sizni O'zbekiston nominatsiya qiladi. U loyihaga loyiqmisiz, yo'qmi? Va undan keyin sizni Vengriyadagi universitetlar, Vengriyadagi o'sha loyihani mas'ullari ko'rib chiqadi. Demak, siz O'zbekiston bilan mos ravishda shartnoma bo'lgan tizimda o'qib kelyapsiz. Bu degani, albatta, sizni diplomingiz qabul qilinadi. Hech bo'lmaganda u universitet top 1000 talikka kirganda. Adashmasam, o'zi eng mashhur universitetlarini deyarli hammasi top 1000 talikka kiradi, talablarga javob beradi. Hozirda misol uchun Obuda to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston bilan shartnoma tuzgan. Jizzax Politexnika universitetini administratsiyasi Obuda universitetiga topshirilgan shu kunlarda. Xuddi shunaqa qilib, Vengriya bilan oxirgi paytda yaxshi shartnomalar tuzilyapti, memorandumlar imzolanyapti. Bu umuman Vengriyani diplomini tan olinish radiusini menimcha juda yaxshi oshirib beryapti. Uchinchisi, ishlash mumkinmi? To'g'risini aytaman, Vengriyada o'sha bir qiyin tomoni shundaki, Vengriya bu deyarli yopiq zona desam bo'ladi. To'g'ri, Yevropa ittifoqida, Yevropa bilan chegaralar ochiq, lekin bir tarafdan Vengriyani bozori bu qandaydir yopiqroq bozor, ya'niki faqat hamma narsa ichkarida bo'ladi. Ichkarida bo'lgandan keyin odamlar xalqaro darajada emas, ko'proq til bilmaydi yoki rus tili yoki ingliz tilini o'rganishga xohish juda katta emas. Shunda ham yetarlicha ish o'rinlari bo'lishi mumkin, lekin kichikroq shaharga boradigan bo'lsangiz, o'zi yagona Budapesht shahari bor. Agar Budapeshtdan chekkaroqqa boradigan bo'lsangiz, siz inglizcha bilan yoki ruscha bilan ish topib ketishingiz juda ham kamayib ketadi imkoniyati. Budapeshtdagilar ham to'g'risi ish ko'p deb aytmagan, to'g'risi men shu paytgacha ko'rgan Budapeshtdagi tanishlarim ham ishlayapman yoki unaqa ishim bor deganini bilmayman. Qo'shimcha qilishga, mobbodagi ish topgan taqdiringizda ham, ya'niki ingliz tili bilan ish topgan taqdiringizda ham, bu sizga eng kam bazaviy hisoblash miqdori bo'lishi mumkin. Katta ehtimollik bilan, chunki vengercha gapirmaysizmi, demak siz servisda ishlamaysiz. Vengercha gapirmaysizmi, demak siz ishlab chiqarishda ishlamaysiz. Vengercha gapirmaysizmi, demak siz deyarli odam bilan gaplashmaydigan joyda ishlaysiz. Bu eng pastki pozitsiyalar, ko'pincha qurilishda, deliveryda yoki umuman xullas shunaqa eng pastki pozitsiyalarda ishlashingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Va bu hali hanuz, masalan, soatiga 7-9 dollargacha bo'lgan to'lov bo'ladi. Umuman olganda yomon emas, lekin har qalay bu eng past bazaviy hisoblash miqdori. Kayfiyatni tushirish shart emas, chunki misol uchun men shu paytgacha ko'rgan platformalar Muiz yoki shu kabi bir nechta xil platformalar mavjud. Asosan studentlar uchun, u yerda o'qiyotgan talabalar uchun. Talabalar u yerda muddatli ish topishi mumkin. Qanchadir muddatga qaysi kompaniyalar vakansiya chiqaradi, o'sha talabalar qilishi mumkin. O'zini o'sha aql idroki bilan o'rgangan narsasi bilan qilishi mumkin bo'lgan ishlar chiqadi. Lekin ular o'sha yomon tarafi doimiy emas. Sizga qanchadir muddatga chiqariladi. Siz doimiy ravishda u yerga hujjat topshirishingiz kerak, ya'niki har xil odamga ishlaganingiz uchun qanchadir vaqt kutib qolasiz ularning javobini topshirganingizdan keyin. Va birinchi boshlagan yilingizga u platformalarda menimcha ishlay olmaysiz. Freshmanlar uchun bunaqa imkoniyatlar yo'q. Ko'pchilik mana shunaqa qiyin vaziyatda eng optimal variantni talab etadi. Ya'niki Volt. Adashmasam, siz Volt haqida yaxshi tushunchaga egasiz, buni tushuntirib o'tirishim kerak emas. Keyingisi, 4-si, o'zini qoplash imkoniyati qanday? Siz agar u yerda o'zingizni ishlab, o'zingizni qoplamoqchi bo'lsangiz, buni umuman olganda qila olasiz. Qilish qilib bo'lmaydi demasdim.
To'g'risi birinchi yilda biroz qiynalishingiz mumkin, chunki freshmenlar uchun imkoniyatlar biroz kamroq bo'ladi. Ikkinchi yil, uchinchi yil o'quvchilaridan ko'ra, ikkinchi yil, uchinchi yil talabalaridan ko'ra. Va lekin narxlar yetarli darajada arzon. Ya'niki yeb ichar uchun unaqa katta miqdordagi pul ketmaydi. Haftalik bozorliq sizga 270, 280 yoki 400 ming borsa 400 ming bo'lishi mumkin dedim. Va bu narx deyarli topish uchun juda arzon narxlardan bittasi. Agar siz nari borsa dastavkada ishlaydigan bo'lsangiz yoki nari borsa qanaydir qurilishga chiqib haftani oxirida ishlab ko'radigan bo'lsangiz ham siz o'zingizni qiynalmay qoplab ketishingiz mumkin har holda. Vengriyada mavsumiy yoki qanchadir vaqt muddatiga beriladigan ishlar ham mavjud. O'quvchilar platformalarida u doimiy yangilanib turiladi shunaqa ishlar ish beruvchilar tomonidan. Xuddi o'shunaqa ishlarda ham ishlashingiz mumkin. Men aytganim nimaga ish topish qiyin deganda, men doimiy ishni nazarda tutganman. Bunaqa kam muddatli ishlar menimcha unchalik qiyin emas, lekin shu bilan bir xil ravishda unaqa vakansiyalarga topshiradiganlar ham juda ko'p. Bu yerda talabadan ko'p narsa yo'q, lekin ishlasa bo'ladi, umid emas. Va ta'til mobaynida siz bemalol boshqa Yevropa davlatiga ham chiqib ishlab ko'rish imkoniyati mavjud. Misol uchun, men ko'p bolalarda ko'rganman, o'zimizda osiyolik bolalar Germaniyaga borib ishlab kelishadi. To'g'risi, lekin hozir Germaniyadagi soliqlar ham ancha baland darajaga yetib kelgan va u yerda housing rentlar, ya'ni ijara narxlari ham ancha qimmat darajaga kelib qolgan. Menimcha deyarli farqi bo'lmaydi. Vengriyada ishladimmi, Germaniyada ishladimmi, baribir menimcha bir xil miqdordagi pul orttirishi mumkin. Yozda agar ishlab qoladigan bo'lsa. Endi bu ancha izlanish qilib topishingiz kerak bo'lgan ishlar osongina chiqadigan yoki qanaydir e'lon topilib qoladigan narsa emas. Tanish orttirishingiz kerak, tanishlar orqasidan izlashtirib, tanishingizni tanishi orqali topishingiz mumkin bo'lgan ishlar oson chiqib kelmaydi, lekin yo'q ham deb bo'lmaydi. Shuning uchun harakat qilgan, intilganga to'liq yo'rim bo'lganda. 5-si. Hozirda studentlarga qanday sharoitlar mavjud? Ya'niki bu sharoitlar deganda men ko'proq siyosiy tomondan ko'rdim, chunki oxirgi vaqtlarda, ya'niki shu oxirgi 2026-yilda Vengriyada juda katta siyosiy o'zgarish bo'ldi. Ya'niki bosh vazir, bizda prezident lavozimidagi inson o'zgardi. Shu paytgacha 16 yil davomida Vengriyani boshqarib kelgan Viktor Orban o'z lavozimini yo'qotdi va uning o'rniga Peter Magyar keldi. Peter Magyarda siyosati umuman studentlarga qanday ta'sir qilishi mumkin? Bu haqida menda to'liq informatsiya yo'q, to'g'risini aytadigan bo'lsam, chunki hali aniq o'zgarishlar keltirmadi Peter Magyar ham. Keltirgan yagona narsasi endi vengrlarni ish oyliklari tushib ketishini to'xtatish uchun umuman immigrantlarni kirishini to'xtatishdi Vengriyaga. Immigrantlarga boshqa davlat aholisi, ya'niki 3 darajada rivojlangan davlat aholisiga viza berishlarni to'xtatdi. Bu bizni studentlarga ta'sir qilmasligi mumkin, chunki biz har xil studentmiz, xalqaro o'quvchimiz va xalqaro o'quvchi bo'lgan paytingizda sizda tax card bo'ladi, ya'ni ishlash imkoniyati bo'ladi. Menimcha bu imkoniyatlarni oshirish ham mumkin, chunki hozirgi lavozimida ishlab vizasini oshira olmagan odamlar chiqib ketsa, o'sha ish o'rinlari bizga ochilishi mumkin. Yana ham Xudo biladi. Lekin men bu narsalarga umuman olganda garantiya bor deb ayta olmayman. Vengriya hozir ham o'ziga yarasha o'zgarishlar qilyapti. Doimiy ravishda har xil qarorlar chiqarishyapti. Endi natijasini keyinroq ham keltirib o'tishim mumkin keyingi videolarda. 6-si. Yashash xarajatlari qanchalik qimmat u yerda? Shunchaki yashab yurish uchun qanchalik pul sarflagan bo'lardingiz? Birinchi bozorliq uchun, haftalik doimiy bozorlik qilish uchun siz kamida 7 dan 10 ming forintgacha sarflashingiz mumkin. Bu O'zbekistonda 270-400 ming atrofidagi marja, ya'niki o'sha limitda bir haftada bir kishi uchun shuncha sarflashingiz mumkin. Va bu eng arzon jihati, ya'niki
Vengriya umuman olganda butun Yevropada bozorliq oddiy yeb-ichar mahsulotlari eng arzoni, keyin kiyimlar va keyin texnologiya. Texnologiyaga kelganda u yer ancha qimmat, ya'niki bizdan ham qimmatroq. Maslahat bermagan bo'lardim. Misol uchun, u yerga borib nimadir sotib olishni plan qilsangiz. Ofitsialniy sotuvchilardan oladigan bo'lsangiz, menimcha farq qilmaydi. Misol uchun, kimdir iPhone yoki kimdir Samsung telefon olaman deydigan bo'lsa, menimcha u xalqaro bir xil narxga ega. O'zini maxsus do'konlarida menimcha farq qilmaydi, lekin u yerlarni retail, ya'niki u yerlarni texnologiya sotadigan magazinlari yoki umuman xuddi shunaqa bozorlar juda katta foiz qo'yib tashlashadi. Shuning uchun ham juda qimmat texnologiya. Maslahat bermagan bo'lardim u yerda sotib olishni. Yagona imkoniyat ishlatilgan narsalar sotib olish. Buni Facebook Marketplace da qilish mumkin. To'g'risi, men O'zbekistonda bunaqa narsa ko'rmaganman. Bizda maxsus programma mavjud OLX, lekin biz Facebookda deyarli ishlatib ko'rmaganmiz Facebook Marketplace ni. U yerda ikkinchi qo'l bozor Facebook Marketplace, ya'ni Facebookning ichida bo'ladi. Buni odamning qo'lidan to'g'ridan-to'g'ri sotib olishingiz mumkin. Endi uni u odam bilan kelishgan holda, narxlarni kelishgan holda qilish mumkin. Kiyimlarga keladigan bo'lsak, kiyimlarda ham bu O'zbekistonga nisbatan ancha qimmatroq, chunki farqi nimadaki, siz u yerda nomsiz, no name kiyimlarni topa olmaysiz. Ya'niki Xitoyda chiqqan, Xitoyda lyuks kopiya yoki umuman olganda shunchaki oddiy kiyim topish sal qiyinroq. Hamma narsa butikda sotiladi, ayniqsa kiyim borasida. Bitta ikkita Chinese magazindan oddiyroq kiyim topmasangiz, qolgan hammasi brendlangan kiyimlar va u biroz qimmatroq bo'lishi tabiiy. Bu misol uchun oyoq kiyim, jaket, shu kabi qalinroq kiyimlar uchun bu 700 ming, 800 ming atrofida bu chiqib ketishi mumkin. Shim futbolkalar esa unga past mos ravishda 200 ming, 180 ming shu atrofda bo'lishi mumkin. So'mda. Mana 1 yil davomida men o'zim o'rgangan narsalarni, yoki tanishlarimdan eshitgan narsalarni, boshqalarning tajribalarini sizlarga aytib o'tib ketdim. Yordam bergan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Videoga like bosib, agar hali Vengriya haqida ko'proq izlanish qiladigan bo'lsangiz yoki kelayotgan kuzda siz ham Vengriyaga topshirmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'lib keting. Hali ko'plab kontent qilaman, ko'plab savollarga javob beraman. Kommentariyalarda o'zingizga kerakli bo'lgan narsalarni yozib keting. Hammasiga javob bera olmasam ham, katta ehtimol men keyingi kontentlarga ulardan ideya olaman yoki ko'pchiligiga javob ham berib ketaman. Xudo xolasa, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling.